Lekin bir narsani tushunishimiz kerak. Duo bu shunchaki istaklarni ro'yxatini qilib berish emas. Duo bu bandaning Robbisi bilan bog'lanishi demakdir. Va aynan o'sha so'rashingiz qalbingizga tavakkul, taslimiyatlikni olib keladi. Bularni farqlarini yaxshilab tushunib olishingiz kerak bo'ladi. His bilan duo qilish qanaqa bo'ladi? Bu eng kuchli bosqichdan biri. Va buning eng asl negizi qalbingizni ochish bo'ladi. Qalbingizni shunchaki shartsiz Allohga ochish. Tasavvur qilyapsizmi? Aynan mana shu joyda ko'pchiligimiz qiynalamiz. Allohim, sizga siz so'ragan narsani qaysi vaqtda kelishini, qaysi vaqtda siz unga tayyorligingizni biladi, sizdan yaxshi biladi. Bugun sizlar bilan juda ham nozik, lekin hayotimizda juda ham katta o'ringa ega bo'lgan mavzu haqida gaplashamiz, ya'ni to'g'ri duo qilish. Assalomu alaykum, hurmatli kuzatuvchilar. Mani chiqishimni qanchadan beri kutayotgan, bepul darsliklar qachon qo'yasiz, darsliklaringiz bizga foyda berdi degan meni auditoriyam. Hammalarni ko'rib turganimdan juda ham xursandman. Bugun sizlar bilan juda ham nozik, lekin hayotimizda juda ham katta o'ringa ega bo'lgan mavzu haqida gaplashamiz, ya'ni to'g'ri duo qilish. Lekin bugungi darsimiz qaysi duoni necha marta o'qishimiz haqida emas, balki duoni qanday chiroyli va samarali qilishda. Juda ko'p insonlar men shuncha duo qilaman, amalga oshmayapti, shuncha harakat qilyapman, lekin nimagadir duoim ijobat bo'lmayapti degan savollar bilan murojaat qilishadi. Bu yerda muammo faqat duo qilishda emas, balki duoni til bilan aytib, qalbimiz bilan topshirmayotgan bo'lishimiz mumkin. Ana o'shani bitta analiz qilib ko'rishimiz kerak bo'ladi. Bugun sizlarga duo qilishning 5 ta bosqichi bo'yicha texnika beraman. Aynan mana shu texnikani hayotingizda qo'llab, o'zingiz uchun chiroyli duo qilishni o'rganib, orzu maqsadlaringizga tezroq yetishingiz mumkin. Faqatgina darsni oxirigacha ko'ring. Oxirida aynan mana shu to'g'ri duo qilish texnikasini to'liq o'rganib, hayotingizda qo'llab, yaxshi natijalarga chiqasiz Allohning izniyle. Xo'p, birinchi bosqichga keladigan bo'lsak, avval qalbimizni tayyorlashimiz kerak bo'ladi. Duo qilishdan oldin eng katta xatolarimizdan biri bu darrov o'zimizni istaklarimizni sanab ketish. Yo Alloh, menga shuni ber, buni ber, men shuni istayman, men buni qilishni xohlayman. Uy ber, joy ber, ber, mashina ber. Hammamiz mana shunaqa qilib istaklarimizni unga долженday, majburday so'rashni boshlaymiz. Lekin bir narsani tushunishimiz kerak. Duo bu shunchaki istaklarni ro'yxatini qilib berish emas. Duo bu bandaning Robbisi bilan bog'lanishi demakdir. Ko'zingizni yuming-da, chuqur nafas oling. Ichingizda bitta narsani takrorlang. Allohim, men seni hozir huzuringga keldim va menga nima yaxshi, nima xayrli ekanligini o'zing mendan ko'proq bilguvchi zotsan deb ayting. Keyin Allohning bergan ne'matlarini eslang. Bugun uyg'onganingizni, nafas olayotganligingizni, yon atrofingizdagi insonlarni, ko'zingizni, sog'lig'ingizni, hattoki hozir shukr qilish imkoniga ega bo'layotganingizni, shukr bilan boshlash qalbni yumshatishligi ne'mat ekanligini bilishingiz kerak. Va o'sha paytda taslim bo'lib, Allohning bergan ne'matlariga shukr qilib, shukronalik bilan duo qiladigan bo'lsangiz, u birga bir ijobat bo'lishni boshlaydi. Endi esa ikkinchi bosqichga keldik. Ikkinchi bosqich bu duoni aniq qilish. Aynan o'zingiz nima xohlayotganingizni aniq qilib olishingiz kerak. O'zingizga aniq bo'lmagan, mavhum bo'lgan nimanidir istayman, lekin qachon vaqti, soati, aynan qanaqa holatda bo'lishligini o'zingiz tasavvur qilib, o'zingiz aniqlab olmaydigan bo'lsangiz, duolaringiz qilasiz, ijobat bo'lganida o'zingiz xohlagan natija bo'lmay qolishi mumkin. Masalan, uy so'raysiz, ey Xudo, menga uy ber deb emas, ey Allohim, menga Toshkent Citydan, shaharni, O'zbekistonni qoq markazidan eng zamonaviy remont qilingan, eng so'nggi texnikalar bilan, mebellar bilan jihozlangan, aynan namozxonalari bor, barakaga to'la, devorlari oppoq remont qilingan, mana shunaqangi hashamatli uy xohlayman, o'shani berishingni istayman, Allohim deb so'raydigan bo'lsangiz, bu aniqroq duo bo'ladi. Shunchaki uy ber emas, uni detaligacha qanaqa bo'lishlarigacha so'rashingiz kerak bo'ladi. Yana ko'p odamlar baxtli qil deydi, lekin baxt siz uchun nima? Eringiz bilan munosabat yaxshilanishimi, oilada mehr ko'payishimi, halol rizqmi, qalbingizdagi qo'rquv ketishimi, farzandlaringiz uchun yashashlikmi? Aniq so'rashdan qo'rqmang. Masalan, ey Allohim, oilamizga mehr, oqibat va tinchlik, xotirjamlik ato et. Yoki bo'lmasam, ey Allohim, menga halol va barakali rizq ber. Yoki bo'lmasam, ey Allohim, qalbimdagi qo'rquvni ketkazib, o'rniga xotirjamlik ber. Lekin yana bir juda muhim narsalarni unutmang. Duo Allohga shart qo'yish emas. Faqat aynan shunday bo'lsinki,
boshqa yo'l bo'lmasin deyishdan ko'ra, ey Alloh, agar bu men uchun yaxshi bo'lsa, uni menga oson qil yoki bo'lmasam, agar yaxshi bo'lmasa, uni mendan uzoqlashtir va menga undan yaxshirog'ini nasib qil deb unga taslim bo'lgan holatda so'rashingiz kerak bo'ladi. Va aynan o'sha so'rashingiz qalbingizga tavakkul, taslimiyatlikni olib keladi. Bularni farqlarini yaxshilab tushunib olishingiz kerak bo'ladi. Agarda bularni yaxshilab tushunib oladigan bo'lsangiz, shart bilan emas, taslimiyat bilan boriga shukr holati qilganda so'rashni boshlaysiz va ana o'sha paytda ijobat bo'lish bo'lmasligini kutmaysiz ham. Chunki bilasiz, taslimiyat bilan bo'lganda, shukr bilan bo'lgan duolaringiz aniq ijobat bo'lishini. Va undan keyingi bosqichimiz bu 3-bosqich. 3-bosqichimiz his bilan duo qilish. His bilan duo qilish qanaqa bo'ladi? Bu eng kuchli bosqichdan biri. Duo faqat til bilan emas, qalbingiz bilan bo'ladi. Tasavvur qiling, siz farzandingiz uchun duo qilyapsiz. Ey Allohim, farzandimga yaxshilik ber deb shunchaki aytib qo'ymang. Bir lahzaga farzandingizni ko'z oldingizga keltiring. Uni yuzlarini, kelajakda qanaqa inson bo'lishini, baxtli bo'lib yurganini va o'sha paytda ey Allohim, farzandimni o'z panohingda asra. Men qilib bera olmaydigan narsalarni o'zing unga oson yengil keltir. Vaziyatlarni, insonlarni va albatta istaklarini ham o'ziga xayrli bo'lgan vaqtda, tayyor bo'lgan vaqtida ber deb taslimiyat bilan so'rashni boshlang. Agar rizq uchun duo qiladigan bo'lsangiz, ey Allohim, menga shunaqa rizq berginki, u bergan narsang bilan nafaqat qornim, balki qalbim ham tinchlansin deb so'rang. Lekin bitta narsani eslab qoling. His bilan duo qilish bu shart bilan emas, his bilan, taslimiyat bilan, bugun bo'ladimi, ertaga bo'ladimi degan analiz bilan emas, shunchaki his bilan maza qilib so'rash. Va albatta Allohga sen majbursan, men so'radim, so'raganimni beraman degansan, shunaqa va'dang bor degan majburlik bilan emas, shunchaki mazza qilib, shartsiz ravishda taslim bo'lib, duo qilib so'rash bo'ladi. Va buning eng asl negizi qalbingizni ochish bo'ladi. Qalbingizni shunchaki shartsiz Allohga ochish. 3-bosqichni ham ko'rib chiqdik. Qizlar, bitta narsani tushuninglar. Mavzuni qanchalikda qisqa qilib tushuntiradigan bo'lsam, asal joylarini beradigan bo'lsam, siz shunchalikda tezroq ko'rib, hayotingizda tatbiq qilib, hayotingizni bugundan o'zgartirishni boshlaysiz. O'shaning uchun qisqa qilib aytib ketyapman. Iloji boricha hayotingizda qo'llab, harakat qilib, natijaga chiqishingiz kerak Allohning izniyle. Xo'p, ana endi 4-bosqichga keldik. 4-bosqich qanaqa bo'ladi? 4-bosqichda biz qachon bo'lishini Allohga topshirish. Mana duo qildik, taslimiyatda, xotirjamlikda, shukurlikda hammasini to'g'ri, evazsiz duo qildik. Chiroyli duolarni qildik. Endi buni qachon natijasi bo'ladi deb kutishni ham Allohga topshirish. Tasavvur qilyapsizmi? Aynan mana shu joyda ko'pchiligimiz qiynalamiz. Ya'ni kutishni to'xtatamiz. Qachon bo'ladi degan narsani to'xtatamiz. Duo qildik. Ertasi kuni qaraymiz, bo'lmadi. Bir hafta bo'lmadi. Bir oy bo'lmadi. Nega Alloh bermayapti deb analiz qilishni boshlaymiz. Azizlar, duo buyurtma emas. Allohim sizga siz so'ragan narsani qaysi vaqtda kelishini, qaysi vaqtda siz unga tayyorligingizni biladi, sizdan yaxshi biladi. Bitta narsani unutmang. Xayolingizga, fikrlaringizga, duolaringizga hech qachon ushalmaydigan narsalarni bermaydi. Duo qilishingizga, o'ylashingizga sabab bo'lyaptimi? Demak, o'sha narsani yaxshilab duo qilib harakat qilsangiz, albatta ijobati bo'ladi. Faqatgina siz tayyor bo'lganingizda keladi. Siz qachon tayyor bo'lganingizda berishni Allohning o'zi biladi. Siz bilmaysiz uni. Shuning uchun bugun duo qildim, ertaga amalga oshadi yoki bir oydan keyin amalga oshadi yoki bir yildan keyin amalga oshadi deb emas, shunchaki men o'zim tayyor bo'lgan vaqtda keladi. Allohni berishiga ishonaman deb duo qilishingiz kerak bo'ladi. Ba'zan biz mana shu narsalarni men xohlayman deb aytamiz. Lekin Alloh biz bilmagan narsalarni biladi. Bularni takror aytyapman. Allohim, men xohlaganimni sendan so'radim. Endi natijasini ham senga topshiraman. Qarang, bu qanaqa go'zal duo, qanaqa taslimiyatlik, qanaqangi bir shukr bilan so'ralgan duo. So'ravamiz, istaklarimizni Allohga aytyapmiz, yagona berguvchi, olguvchiga topshirib so'ravamiz va qachon kelishini ham u biladi, natijasini ham unga topshiryapmiz. Haqiqiy taslimiyatlik, haqiqiy shukr hissi keladi o'sha paytda. Bu narsani tushunib oladigan bo'lsangiz, siz duo qiling, harakat qiling, natijasini o'ziga topshiring. Bo'ldi.
Mana shu asosiy eng zo'r joyi. Tushundingiz deb o'ylayman. Chunki hammasini ketma-ket tushuntiryapman. Ya'ni duo qilyapsiz, harakat qilyapsiz, natijalarini kutmayapsiz, sabablarini qilyapsiz. Sabablarni ham o'zi keltiradigan Alloh yaratgan o'zi beradi sabablarni ham va natijani o'ziga topshiryapsiz. Ana o'shanda qachon kelishini ham kutmaysiz va harakatdan to'xtamaysiz. Xo'p, endi biza har doim boshimizga tashvish kelganda yoki qanaqangidir qiyin vaziyatlar kelganda yoki qanaqangidir og'ir sinov berganda Allohga borib namozlarimizni o'qib, yig'lab, duo qilishga o'tib qolamizda. Ya'ni aytadi-ku, "Yo Allohim, uyalib ketyapman. Senga faqatgina qiyin vaziyatlarda, og'ir sinovlar kelganda yoki bo'lmasam qanaqangidir katta boshimga tashvish tushganda seni yoningga duo qilib boryapman. Allohim o'zing yordam ber, o'zing menga yechim ber, o'zing to'g'ri yo'llarni ko'rsat" deb faqatgina boshimga tashvish tushganda sendan duo qilyapman, namozlarimni o'qib qolyapman o'sha paytda. Lekin quvonchli paytimdachi, ishlarim zo'r paytidachi, farzandli bo'lganimdachi, munosabatlarim yaxshi bo'lgandachi, umuman mana shu yaxshi holatimda senga duo qilmayman-da, faqatgina mana shu boshimga katta tashvish tushganda senga duo qilib boshlayman. O'sha paytda uyalib ketaman degan narsa keladi-ku. Mana shunaqa paytda so'rashdan Allohning o'zi saqlasin. Har doim yaxshi yomon kunimizda Allohga taslim bo'lib, chiroyli duolar qilib, hayotimizni o'zgartirishga, yana ham yaxshi etapga chiqishga harakat qilishda to'xtamaylik Allohning izniyle. Men o'zim bu holatdan o'tganman. Именно mana shu yaxshi kunlarimda Allohni eslamasdan faqatgina tashvish kelganida unga duo qilib, yig'lab, namozlarimni o'qiydigan paytlarim bo'lgan. Albatta sizlarni ham bundan qaytargan bo'lardim. Yaxshi kunimizda ham, yomon kunimizda ham har doim Alloh mana bu yerimizda, qonimizdagi tomirdan ham bizga u yaqinroq ekanligini his qilib turishimizni xohlagan bo'lardim. Va sizlarga ham aynan o'sha narsani tilab qolaman. Xo'p, 5-bosqich bu aynan mana shu holat. Ya'ni duoni faqat muammo paytida qilmang. Duo menga faqat qiynalgan paytimda yordam beradi. Bugun 5 daqiqa duo qilsam, 5 kunlik muammolarim ariydi. Shunaqa narsalar emas. Yaxshi kunimizda ham duo qilishimizni bilishimiz kerak. Muammoli paytda duo qilish bu bilmayman. Judayam bir qanaqa insonlar desam bo'ladi. Kimgadir ishingiz tushsa, insonlar mana dunyoviy holatni oladigan bo'lsak, kimgadir ishingiz tushsa, borib yaxshi gapirib ishimizni bitiramiz-ku. Xuddi shunaqa narsaga o'xshaydi-da. Muammo paytida borib Xudoga duo qilib, ishimiz bitgandan keyin yana namozlarimizni tashab qo'yib yoki bo'lmasa umuman duo qilmay qo'yib yoki zikrlarni etmay qo'yish mana shunaqa holatga o'xshaydi deb o'ylayman-da. Mana shunaqa narsadan uzoq bo'lishlarni so'rab qolgan bo'lardim. Bugun 5 daqiqa, ertaga 5 daqiqa, keyingi kun yana 5 daqiqa, oz bo'lsa ham davomli bo'lsin. Ota-onangiz uchun, farzandlaringiz uchun, oilaviy munosabatlar uchun, eringiz uchun, ishlaringiz uchun, karyerangiz uchun, barakangiz uchun, sog'lig'ingiz uchun, hammasi uchun har kuni duo qiling. 5 daqiqa, 5 daqiqadan bo'lsa ham, ishingiz yaxshi bo'lsa ham, yomon bo'lsa ham, 5 daqiqadan, 10 daqiqadan bo'lsa ham har kuni duo qiling. Va eng zo'r duo sizni xafa qilgan, sizni ranjitgan, sizga yomonlik qilgan inson uchun ham 5 daqiqa duo qilib qo'ying. Masalan, kimdandir xafasiz, kimdir sizni arpangizni xom urib ketdi, kimdir sizda karyeringizda sherik bo'lsa sizga xiyonat qilib ketdi. Umuman kim sizga yomonlik qilgan bo'lsa ham, o'sha inson uchun ham bir kunda 5 ta chiroyli sabab etib o'sha insonni haqqiga ham duo qiladigan bo'lsangiz, momentingizda o'sha insonga bo'lgan hech qanaqa razillik, xafagarchilik, dushmanlik qolmagandan keyin, o'sha insonni qo'yib yuborganingizdan keyin, ayni o'sha ishingizda, ayni o'sha joyingizda rivojlanish pikka chiqib ketadi. O'sha insonni qo'yib yuborganingizda, norozi bo'layotgan insoningiz. O'sha narsaga ham e'tibor berib, o'sha insonni ham duo qiling. Albatta, ota-onangizni, farzandlaringizni, turmush o'rtog'ingizni, ishingizni, sog'lig'ingiz, hammasi uchun chiroyli duolar qiling. Ayni o'sha yomon holatda ham, yaxshi holatda ham chiroyli duo qilishlarni va stabil duo qilishlarni yo'lga qo'yish shart bo'ladi. Xo'p, yaxshi yomon kunimizda duo qilishlarni tushundik. Taslimiyat holatda duo qilishimizni tushundik. Shukronalik bilan duo qilishimizni tushundik. Duolarni shartsiz ravishda duo qilishimizni tushundik. To'g'rimi? Ana endi bizaga texnika, ya'ni o'sha dars oxirida beraman degan chiroyli texnika. Texnika qanaqa bo'ladi? Ya'ni amaliyot. Amaliyot bu hozir birgalikda duo qilamiz. Xo'p, ekranga yaqinroq keling. Telefonlaringizni umuman polyot rejimiga qo'ying, o'chiring va chekkaga suring. Iloji bo'lsa, ko'zlaringizni yuming va chuqur nafas olib, nafas chiqaring va ichingizda takrorlang. Ey Allohim, men bugun qalbimdagi barcha tashvishlarni senga topshirdim. Meni mendan ham yaxshiroq bilasan. Men bilmagan narsalarni ham sen bilasan. Men uchun yaxshisini tila. Qalbimga xotirjamlik ber. Uyimga mehr va baraka ber. Rizqimni halol va
barakali qil. Meni va yaqinlarimni balo qazolardan o'zing asra. Menga foydali bo'lgan eshiklarni och, zararli bo'lgan eshiklardan uzoqlash. Agar qalbimdagi biror tilak men uchun xayrli bo'lsa, uni chiroyli yo'l bilan oson, yengil nasib qil. Agar xayrli bo'lmasa, qalbimni o'sha vaziyatga rozi qil va undanda yaxshirog'ini nasib et. Menga sabr ber, shukr va tavakkul ber. Duo qilganimda umidsizlikka tushmaydigan qalb ber. Meni o'zingga yaqin bandalaringdan qil. Saralab olgan, nazaring tushgan va saraladim, suydim degan bandalaring qatoridan qil. Rozi bo'ldim va albatta siyladim degan bandalaring qatoridan qil. Amin. Xo'p, ana endi o'zingiz uchun chiroyli duo qilishni o'rgangan bo'lsangiz, darsimizni yakunlaymiz. Bugungi darsdan faqatgina bitta narsani eslab qoling. Duo bu men xohlaganim albatta bo'lishi shart degani emas. Allohim, men istaganimni senga aytdim. Endi men uchun eng yaxshisini sen tanla deyishdir. Bugundan boshlab duo qilishingizni shunchaki til bilan emas, shukr, samimiyat, aniq tilak va haqiqiy taslimiyat bilan qiling. Va eng muhimi, duo qilganingizdan so'ng ertaga bo'ladimi, bir haftadan keyin bo'ladimi, bir oydan keyin bo'ladimi deb analiz qilmang, ya'ni nazorat qilmang. Sizning vazifangiz esa so'rash va harakat qilish. Sababini ham Alloh beradi, shuni unutmang. Haqiqiy natija esa Allohning ixtiyorida. Haqiqiy siz so'ragan narsa siz so'ragan vaqtda emas, sizga xayrli vaqtda Alloh tarafdan beriladi. O'shani unutmang. Allohim qalbingizdagi eng chiroyli, siz uchun xayrli bo'lgan niyatlaringizni go'zal yo'l bilan nasib qilsin. Salomat bo'ling. Agar sizga video foydali bo'lgan bo'lsa, izohlarda rahmat deb yozib ketishni unutmang. Keyingi videolarimiz esa qaysi mavzularda bo'lishi haqida kommentlarda yozib keting. Shunday siz uchun foydali bo'ladigan chiroyli darsliklarni berishda davom etamiz. Xayr, salomat bo'ling.